Hop, assalomu alaykum. Bugun yana bitta proyektimiz bo'ldi. Mashalloh, qorni qaranglar. Toshkentda bunaqa qor bo'lmasa kerak, hozir issiq. 23 fevral bugun. Proyektimizdan ko'rsatamiz, ichkarida joyimizni. Bu yerda qilayotgan ishlarni bu yerda 2 oy oldin ishlaganmiz. Hop, bu yerda 18 ta zinamiz bor. Zina mana hozir chiqayotgan holati. Lekin usti juda ham xafa. Davolli qilganini qarasanglar-chi. Qumda sepib davolni tozalab, xo'p, bizani bu trappamiz, zinamizni qilamiz buni hozir. Mana tegi ochilayotgan, tegidan chiqib qolgan polni ko'ryapsizlar. Kechagi holati juda ham rasvo edi bu polni. Hozir ko'rsataman yana qanaqa chiqayotganini. Pastda zina yaxshi xafa. Mana ko'rishingiz mumkin. Hozirgi holati polni. Xo'sh, mana shu polni, juda ham eski pol. Bu yoqda o'zimizning yo'l ichining duboviy parket. Buni ham shlipovka qilib tozalab qo'yganmiz. Va bu yoq tarafda ichkarida yana bitta kichkina xonasi bor. U ham sasna yog'och. Kraskalari juda ham eski. Bugungi ishlayotgan proyektimizda mana shu yerda bizning to'chog'imiz stadion parket bo'lib